o'g'li. Ana, ko'ryapsizmi? Molsam ishonmaysizda siz. Uy tanlagansizda, stadionga qilmabsizda. Istiqlol san'at saroyi sahnasiga qilmabsizda. Maza qilib 4000 ta odamni oldida cho'miladi. Buni miyasini nasos bilan damlash kerak. Voy digosh, yangi qo'yni oldingizmi? Ha kelin, sepizga bir mashina idish olib kelgandek sindiraverasiz. Yangilik bo'lsa idish sindirarkansiz yo'q. Ha, dugonam qo'yni olsa yangilik bo'ladimi? Azob, uqubat bu. Eshittiring. Voy digosh, rostdan, yengimi qanaqa ekan qo'ynagingiz? Nima bo'ldi? Xursandchilik bo'lsa sindiramiz dedi. Sindirdim. Oyijon chaqlar chiqdi ekan. Yerga urib sindirdingizmi? Ha, sizni xatoyingiz shu-da. Bu boshga urib sindiriladi-yu. Men xatoyingizni to'g'rilang, borib, onamni oldida boshingizga urib sindiring, keyin xursand bo'ladi. Xursand bo'ladi. Ha, faqat boshingizga uring. Kaydir. Dorsa, chunki. Menga.